Assalomu alaykum hurmatli podpisчиклар. 50-chi desatimizning ichine avval qo'ydik. Shuning bugun chetaklarini ishladik. Shogirdlarimiz ham ketib boradi. Hozir kraskalarni jinashtirib, yerda bir shogirdimiz yuzini ko'rsatishga ruxsat bermay turibdi. Bu yerda chetaklarni ishlab chiqdik. Chetaklarda avvalgilardan boshqacha o'zgarish etdik. Bu yerda Aqlvoy multigi avtobusdan keyin tanga tog'an xo'rozni ishladik. Tanga tog'an xo'roz ertak bo'lsin dedi. Mana bir shogirdimiz bu desatimiz ham hali ochilmay turibdi. Bu yerda ishqilib Simrat va qimmat ertagimiz. Shuning bilan bu desat bilan ham xayrlashamiz.